shu paytgacha 700 tadan 800 tadan ko'p Victus sotgan bo'lsam, ushbu narsaga amin bo'ldimki, Acer, HP, Asus brendlarini bilmay turib, lekin mana shu HP Victus degan yozuvni bilishadi. Ko'pchilik obunachilarimiz ushbu modelimizga keladigan bo'lsak, protsessori kelsanglar, sizlarga ham shunaqa yengni ochib beramiz, pachka. Hozir buni bitta mijozimizga sotdik, Windowslarni qirib, Navoiy shahriga chiqazoryapmiz BTS pochta orqali. Bizda bo'lib to'lash xizmatlari ham mavjud. Bemalol Alif Nasiya, Anorbank yoki Open Nasiya orqali bo'lib to'lab bersanglar bo'ladi. Dizaynda shunaqa skromli tarzda bo'ladi. Ushbu notebookimizning orqa panellarida ham ko'rsanglar bo'ladi. Notebookimizning kullerlari ikkita, notebookimizni maksimal tarzda sovutib beradi. Ushbu notebookimizning protsessoriga bitta ahamiyat beraveringlar. Ryzen 7 protsessor. Intelga o'girsak A7 prosessorga ega. A7 13 pokoleniya bo'ladi. Intelga o'girganda Ryzen 7 7445 HS protsessor. Ushbu notebookimizning ekrani 15.6 dyuym bo'ladi. 144 Hz, 300 nitli ekran, yarki ekran hisoblanadi. Passivli klaviatura hamda operativniy xotirasi 16 GB DDR5 5600 shina. SSD esa 512 NVMe maksimal tezlikni sizga обеспечить qilib beradi. Aytib o'tganimdek, ikkita kullar notebookimizning maksimal tarzda qizib ketmasligini oldini olib beradi. Manzilimiz Malika bozor ikkinchi do'kon yo'l yuzida, butun O'zbekiston bo'ylab ham dastavkamiz mavjud. Xohlasanglar Toshkentda ham yetkazib beramiz o'zimiz. Olg'iga chiqib olasizlar, наличие bor. Narxini plus belgisini qoldirsanglar, direktlik yozib yuboramiz.